Azizlar, poytaxtimizning 263-maktabida yaqinda bundan 20 yil muqaddam oldin mana shu maktabni tugatib ketgan bitiruvchi sinflar o'rtasida o'zaro uchrashuv bo'lib o'tdi. Ular bu uchrashuvda shu paytgacha erishgan yutuqlari, ijodda, hayotda erishgan yutuqlari haqida bir-birlari bilan gaplashdilar, so'zlashdilar, fikrlashdilar. Bizning muxbirimiz ana shu maktabda bo'lib, ana shu anjumandan lavha olib qaytganlar. Hozir ana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Respublikamiz mustaqillikka erishgandan buyon ta'lim sohasida muhim va dolzarb ishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z o'rnida shu sohani rivojida ijobiy natijalarga olib kelishi shubhasizdir. Bu borada Toshkent shahridagi ayrim o'quv dargohlarida sezilarli yutuqlarga erishib kelinmoqda. Yunusobod tumanidagi 273-ixtisoslashgan litsey maktabida bo'lib o'tgan tadbir shu yutuqlarning bir ko'rinishidir. Bu tadbirning asosiy sababchilari esa shu maktabni 20 yil oldin bitirib, hozirgi kunda turli sohalarda faoliyat ko'rsatayotgan sobiq bitiruvchilardir. O'sha davrda fan asoslarini, ustozlar o'gitlarini puxta egallagan 72 talabalardan ko'pchiligi respublikamizning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy rivojida o'zining sezilarli hissasini qo'shib kelayotgani quvonarli holdir. Bu o'rinda albatta shu narsani ta'kidlab o'tish lozimki, maktab o'qituvchilari, muallimlarning bergan puxta bilimlari evaziga 70 ta o'quvchining 28 tasi oliy o'quv yurtlariga kirib o'qib, fanning ishlab chiqarishning turli jabhalarida faoliyat ko'rsatib kelmoqdalar. Mana bugun sobiq o'quvchilar o'z maktablarida hozir bo'lib, maktab yillarida bo'lib o'tgan voqealar, o'sha davrning shirin kunlari haqida o'y surayotgan bo'lsa ajab emas. Sinfimizda oldindan juda ham ahil bo'lgan. Mana hozir ham biza 10-11 ta qizlar har doim har oyda uchrashib turamiz. Hali ham mana ahilchiligimiz bor, hammamiz 35 ta bola yig'ildik. Hozir mana juda ko'p maktabni bitirib, juda ko'p har xil sohalarda ishlayotgan ekansizlar. Shu maktab yiliga domlalardan, o'tgan o'qituvchilardan xabar olib turasizlarmi? Ha, postoyanli ko'rishib turamiz. Misol uchun mana shu maktabda o'g'lim bitirdi, 11 bitirib ketdi bultir. Har doim har oyda chiqib o'qituvchilardan ham mana qilib xabar olib turardim. Xuddi o'zligini bolaligida, nevaralaligida meni o'g'limni o'qitib chiqarib yuborishdi. Siz hozir qaysi sohada ishlaysiz? Men hozir shveniy sohasida ishlayman. Xo'p, o'sha paytda o'qituvchingizni qanday saboqlari sizga mana kelajakda ishingizda yordam berdi? Umuman hayotimizda to'g'ri bizga juda ham nima deydi? Yaxshi tomonligi ko'p. Turmushimizda ham, hayotda nima deydi, odamlar bilan muomala qilishda ham shularning aniqligi juda ham ko'p bizda. Hozir mana 20 yil ko'rishmagan mana bu yerda qizlar, bolalar, endi bolalar bilan so'rashtirib-ku, qizlar bilan 20 yil atrofida ko'rishmaganlar ham bor-da. Hozir ko'rib men bitta qiz tanimadim ham. U ham meni tanimay qarab kelib so'rashib qolishdi-da, mana qarang. Bu hayot o'tib ketaverar ekan. Lekin bir iloji boricha bir yaxshi bir nom qoldirish kerak hayotda odam o'z o'rnini. Men shunaqa deb o'ylayman. Bundan 20 yil oldin biz mana shu maktabni bitirganimizda, o'sha vaqtda 10-sinf o'qib yurgan paytlarimizda ko'proq men shu tarix faniga ko'proq qiziqardim. Geografiya, tarix fanlariga. Ana shu Sodiq akam bergan bilimlari bo'lsa kerak, shu Pedinskiga kirib, mana shu fakultetni bitirib, hozirgi paytda mana shu maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayman. Sodiq aka, mana shu sinfni o'qitgan ekansiz ancha yillar oldin. Hozirgi paytda shu shogirdlaringizga bergan ta'lim-tarbiyangizni bir mevasini ko'rib turibmiz. Juda ham ko'p sohalarda ishlab, davlatimizga juda katta foyda keltiradigan sohalarda ishlashar ekan. Mana shu o'quvchilaringizni bergan ta'limingiz tomonidan sizni qoniqtiradimi hozirgi ishlar? Mana shu ko'rib turibsizlar, bular bundan 20 yil oldin shu maktabni bitirib chiqib ketishgan edi. Mana hozir shu bor mana shu 44 kishi bitirgan bo'lsa, sog' salomat mana 44 kishi hammasi hozir shu yerda qatnashib turibdi. Bularni pashti bir 80-85% oliy o'quv yurtlarini bitirib, hozir turli sohalarda, turli joylarda mehnat qilishyapti. Men
ro'y rost aytishim mumkin. Albatta shu 20 yil oldin bilib bitirib ketgan bo'lsa, shu mana 20 yil vaqt o'tibdi. Bu davlatimiz uchun, xalqimiz uchun aytaylik juda katta ishlarni amalga oshirishdi. Lekin biz o'qituvchilar, mana shu pedagoglar, boshqa o'qituvchilar ham bo'lmasin, albatta shularga bergan bilimimizdan, ilmimizdan, tarbiyamizdan hech nolimaymiz, juda ham xursandmiz. Chunki o'sha bergan bilimimizni haqiqatda bular hozirgi davrda to'liq oqlayapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar, juda ko'plari mana aytaylik meditsina sohasida, ko'plari aytaylik o'qituvchilik sohasida, mana bir necha o'quvchilarimiz hozir Toshkent davlat universitetida, Tashmida, Sampida ham aytaylik doktor ham o'qituvchi bo'lib hozirgi vaqtda mehnat qilishyapti. Shuning bilan birgalikda bularni o'zi ham bir vaqtda o'quvchi bo'lgan bo'lsa, hozir bular o'zlarini bolalarini o'zlari tarbiyalashyapti. Chunki hammalari mana ona, ota oldilarini aytaylik nimalari 10-sinfni bitirdi. Mana bu keyingilar mana bitirish arafasida. Mana shu bularni olgan bilimi, shu maktabda olgan bilimi albatta kelajakda bularni o'zini oilasida, oilaviy tarbiyani amalga oshirishda ham bularga juda katta qo'l kelyapti. Albatta men bu o'quvchilarimdan masalan 20 yil oldin bitirgan bo'lsa, men bulardan juda ham minnatdorman. Ha, o'z bergan bilimining hosilini ko'rib, undan sevinish muallim uchun naqadar quvonarli ekanini Sodiq akaning so'zlaridan bilish mumkin. Mana shu maktabda 20 yil oldin bitirib ketgan ekansiz. Mana siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu bog'cha emas, yo'qsa oliy o'quv yurti emas, faqat mana shu maktab hamma eslaydi. Shu maktabga hamma yig'iladi. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz? Chunki biz birinchi bo'lib esimizni taniganimizdan mana shu maktabga qadam bosgan biz, shu maktabda bizda juda ham katta esdan chiqmaydigan voqealar bo'lgan. Bu narsani hech narsaga yetkazib bo'lmaydi. Mana biz oliygohlarda o'qidik, oliygohdagi narsalarimiz esimizdan chiqib ketdi, lekin maktabdagi birinchi o'qituvchimizning bergan ta'limlari, gaplari, ularni bizani o'zimizdan tutishimizni o'rgatishlari hech qachon esimizdan chiqmaydi. Yana shu narsani biz esimizdan chiqmasligi kerak. Bizani mana rahmatli o'sha birinchi o'qituvchimizni Tursunoy opamlar, Sobir akamlar, joylari jannatda bo'lsin. Bizga birinchi ta'limni mana shuni berishgan. Biz butun umrga ulardan minnatdormiz. Chunki bizani hayotda mana shunda o'z o'rnimizni topishimizga o'shalar bizga sababchi bo'lishgan. Demak, asosan o'sha o'qitgan o'qituvchilar asosan o'sha birinchi sinf kuratorimiz, o'qituvchimiz maktabga olib kelib yo'l boshlagan o'sha o'qituvchimiz. Mana bundan keyingi o'qituvchilarimiz, mana Serikboy akamlar bizani mana ancha yil o'qitdilar. Shu o'qituvchilardan biz juda ham minnatdormiz. Suroy opa, nima uchun o'qituvchilik kasbini tanlagansiz? Xayronman. Bilmadim, men shu maktabda o'qib yurgan vaqtimda, ayniqsa mana shu tikuvchilik fani o'qituvchilari juda ham menga qanaqadir yoqishardi-da, bergan tarbiyalari, o'rgatayotgan hunarlari, kelajakda men ham o'zimdan keyingi yoshlarga mana shu hunarni o'rgatsam degan niyatda edim. Mana niyatimga yetdim. Mana biz maktab bitirayotgan va o'sha maktabda o'qigan vaqtlar o'zida qandaydir unaqa nima deymiz? Jihozlar unaqa yaxshi bo'lmagan edi deb men shunaqa deb o'ylayman-da. Endi mana hozir men hozir dars beryapman tikuvchilik fanidan. Mashinalar juda ham yaxshi, оборудованиялар yaxshi, xonalari yorug', ham juda ham talabga javob beradi deb o'ylayman. Ham yana o'quvchilarga keng doirada nima beramiz, o'rgatamiz, fan o'rgatiladi. Bitta bu tikuvchilik fani emas, hamma fanlardan o'rgatiladi. Mana shu o'quvchingizga o'zingiz dars berayotganda, shu o'zingizni o'qiyotgan davringiz ko'z oldingizga keladimi? Nega kelmaydi? Har doim ham keladi. Har doim ham ko'zim oldiga kelib turadi. Men o'zim o'qigan vaqtimda bunchalik o'qimaganmiz biz deb o'ylayman men-da. Yo'q, baribir o'tganmiz, o'tganlar o'qituvchimiz dars o'qitganlar bizga. Bular o'rgatganlar, lekin bunchalik darajada emas. Hamma o'quvchilarimiz sog' salomat ekan, hali aytgandek, hammasi Xudoga shukr oilali, bola chaqali bo'libdi. Biz bundan juda xursandmiz. Endi hammasi bizani bergan ta'limimizdanmi,
Xudoning bergan ta'limidan hammasi biron kasb egasi. Oldin o'quvchimiz mana fan kandidati, qolgani firma direktorigacha o'quvchilarimiz bor. Men bundan juda ham xursandman. Men bularni ko'rib bugun juda o'zim shodman, baxtiyor deb hisoblayman o'zimni. Qilgan mehnatlarimiz tufayli shu darajaga yetdi, biz shundan xursandmiz. Mana o'sha mehnatdan qilingan hosilning mevasi. Shogirdlarga ustozning bergan bilimidan, shogirdlar esa o'z vaqtida ustozdan olgan bilimlarini oqlab, yetuk insonlar bo'lib yetishganlarini ko'rishdan quvonchli holat bormi dunyoda? Ustozlar va sobiq o'quvchilar o'rtasida bo'lib o'tgan yig'ilishda o'quvchilar o'zlarining dil so'zlarini bayon etib, ularning bergan saboqlari uchun minnatdorchilik so'zlarini bildirdilar. Albatta, mana shunday tadbirlarni o'tkazish muallim va ustoz o'rtasidagi mehr-oqibatni yanada mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bu esa o'z vaqtida yetishib kelayotgan kelajak avlodni tarbiyalashda muhim o'rin egallaydi. Chunki o'qituvchi o'quvchidan yetuk insonni yaratishda asosiy tarbiyachidir. Bugungi sobiq o'quvchilarimiz bilan mana 20 yildan keyingi uchrashuvni o'tkazib turibmiz. Bizda hozirgi kunda dars berayotgan 117 nafar o'qituvchidan deyarli 60% mana shu sobiq o'quvchilarimizga dars bergan ustozlar hisoblanadi. O'quvchilarimizni aytayotgan fikrlardan aniqki, ustozlarimiz bergan bilimlari hayotda qo'l kela olgan. Ularni bergan tarbiyalari hozirgi kunda ular uchun yo'riqnoma bo'lgan. Mana hozir bu o'quvchilarimiz biz uchun sobiq o'quvchilar emas, endi ota-onalar sifatida bizga munosabatda bo'lishyapti. Chunki bu o'quvchilarimizning farzandlari hozir maktabimiz talabalari hisoblanadi. Maktabimiz respublika miqyosida yil maktabi 95 ko'rik tanlovida g'olib chiqib, eng yuqori o'rinni egalladik. Mana shu maktabda tarbiya olayotgan o'quvchilarimizning bir guruhi hozirgi sobiq o'quvchilarimizning farzandlari hisoblanadi. 75-76 o'quv yilida, ya'ni bundan 20 yil oldin bitirgan sobiq o'quvchilarimizning hayotiga e'tibor bilan qarar ekanman, ularning ichidan 40% ortiq o'quvchilarimiz oliy ma'lumotli, qolganlari esa o'rta maxsus ma'lumotli, qo'yinchi hammasi o'z o'rnini egallay olgan sobiq o'quvchilarimiz. Bugungi bildirilayotgan iliq fikrlar nafaqat maktab jamoamizni, qolaversa ota-onalarimizni, ustozlarni, o'quvchilar kollektivini ham kelajakka yetaklaydi deb o'ylayman. Bu o'tkazilayotgan an'analar esa bizni milliy urf-odatlarimizni tiklovchi yana bir xususiyat deb bilaman. Yigirma yilni oldingi bitirgan bolalarni ko'rib, hozir o'sha davrlar esga tushyapti. O'sha paytda qanaqa edi, hozir qanaqa biza. Shular bir boshqacha bo'lib, o'zimizni o'sha paytdagidek his qilib yuribmiz. 20 yil oldingi bitirgan yosh bola bo'lib yuribmiz. 20 yil oldin bitirgan sinfdoshlarni ko'rib, hozir oxirgi kunim esimga tushdi. Hech ajrashkim kelmagan kunim. Hozir ham turibman, bir-biriga qarab, hammasi qarab turibdi, hech ajrashkim kelmayapti. Yoshligim esimga tushyapti. O'sha paytda o'qigan sinfinglar, o'sha paytda bo'lgan voqealar bevosita xayolingizdan o'tdi. Hammasi xayolimdan o'tyapti, qilgan ishlarim, sho'xliklar, to'polonlar, hammasi xayoldan o'tyapti. Nima derdik? Hozir juda ham yaxshi savol berdingiz. Albatta. Vaqt o'tgandan keyin inson shunday ekanki, har bir narsa xayolda ma'lum bir miqdorda qolar ekan. Men ham mana shu qadrdon do'stlarim singari oldingi 20 yil muqaddam bo'lgan butun voqealar, maktab davridagi qilgan ishlarim esimga tushib ketdi. Mana Mirvasil juda yaxshi gapirdi. Oxirgi zvonak, oxir qo'ng'iroq paytida hech esimdan chiqmaydi. Bugungi kunda o'sha paytda ham vujudimiz titrab, bundan buyoq qanaqa bo'lar ekan, qaysi yo'ldan yuramiz degan fikrlar hayolimizdan o'tgan. Mana 20 yil o'tdi. Hammamiz har kim o'z hayotida o'zini yo'lini topib oldi. Bir odam ma'lum bir yo'ldan ketdi, ma'lum bir yo'nalishda, ikkinchisi boshqa yo'nalishga ketdi. Xullas, men shu bugungi uchrashuvda maktab davridagi qilgan butun o'tgan davrlar yodimga tushib ketyapti. Endi qiziq davrlar bor, buni hammasini yetib o'tish endi qiziqmi yo'qmi bilmadim, vaqti ham yetishmasa kerak. Eng qizig'i shundan iborat bo'lganki, mana shu o'sha
birinchi ilk bor maktabga qadam qo'ygan paytimiz. Bir-birimizni bog'chadan bilganlarimiz bor, ya'ni bog'chaga chiqib tanimaganlarimiz bor. Qaysi sinfga o'tarkimiz, kim bilan birga o'tirarkimiz, kim bilan o'qirkimiz, qaysi bir o'qituvchi bizani o'qitarkin degan fikrlar kelgan. Hozir butun o'sha davrdagi bo'lgan o'tkazgan voqealarimiz hayolimizdan o'tib turibdi birma-bir. Mana shu yerga kelganinglarda butun o'sha paytda o'qitgan o'qituvchilarni ko'rdinglar. Mana bir gap bordi, o'qituvchi o'quvchidan insonni yaratadi degan gap bor. Shunga qanaqa qaraysiz? Albatta, mana o'zingizga ma'lum maktabga birinchi qadam qo'ygan 7 yoshli bir go'dak. Uni xayolida o'yindan boshqa hech nima narsa yo'q. Ana shu go'dakni qo'liga ruchka tutqizib, avvalo salomni o'rgatib, ona so'zini o'rgatib, non so'zini o'rgatib, yozishni o'rgatgan o'qituvchi insonni oddiy bir alishof ko'chada yurgan daydi bir bola sifatidan oliy ma'lumotli yoki o'rta ma'lumotli kamolat darajasiga yetkazadi. Buning uchun o'qituvchi bilan o'quvchi orasida juda ham katta ko'p mehnat talab qilinadi. Albatta ko'proq o'qituvchidan mehnat talab qilinadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu vaqtda, bu jarayonda o'qituvchini o'quvchiga bo'lgan munosabati juda ham a'lo darajada bo'lgan bo'lsa kerakki, mana biza o'sha davrda 76-yilda maktabimizdan 72 ta o'quvchi bitirgan bo'lsak, shundan 8 tamiz oltin medal bilan bitirdik. Bu juda ham rayonimizda birinchi ko'rsatkichlardan iborat edi. Shularning hammasi oliy dargohlarga o'qishga kirib oldik. Mana fan nomzodlari bo'ldik, maktab direktorlari, qo'shma korxona direktorlari bor ichimizda, ferma mudirlari bor. Mana xullas qisqasi qaysi kasb egasi bo'lsa hamki, hammasi haqiqiy insonlar. Sobiq o'quvchilarning 20 yillik munosabati bilan o'tkazilgan bu tadbir o'zbek urf-odatlariga ko'ra dasturxon atrofida davom ettirildi. Bu yerga yig'ilganlar o'z ustozlariga, sobiq sinfdoshlariga iliq tilaklar bildirishdi. 20 yil oldin ilm o'chog'idan katta hayotga yo'llanma olib, hozirgi kunda ustozlarning bergan o'gitlariga amal qilib, yetuk inson bo'lib yetishgan ushbu sinfdoshlarga biz ham kelajak ishlarda omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, mehmonlarimiz bilan tanishtirishda davom etamiz. Biz bugun Xorazm viloyatining bir guruh ma'rifchilarini hamda